2026 yilgi Peugeot 301. Bu fransuz avtomobil ishlab chiqaruvchisi Peugeot tomonidan ishlab chiqilgan yangi avlod sedan bo'lib, o'zining zamonaviy dizayni, energiya tejamkorligi va ishonchliligi bilan ajralib turadi. Ushbu model, ayniqsa, o'rta sinf haydovchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, narx va sifat o'rtasidagi mukammal muvozanatni ta'minlaydi. Yangi Peugeot 301 tashqi ko'rinishida avvalgi modellarga nisbatan ancha jozibali bo'lib, old panjarasi kengaytirilgan, LED faralar esa unga zamonaviylik va qat'iyatli ko'rinish beradi. Orqa chiroqlar ham LED texnologiyasiga asoslangan bo'lib, avtomobilga yanada premium tus beradi. 16 yoki 17 dyumli alyuminiy diskalar unga sportona uslub qo'shadi. Salon qismi keng va qulay bo'lib, yuqori sifatli materiallar ishlatilgan. Yangi multimedia tizimi 10 dyumli sensorli ekran orqali boshqariladi va Apple CarPlay hamda Android Auto funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, haydovchi uchun raqamli asboblar paneli, avtomatik konditsioner, orqa kamera va ovozli boshqaruv tizimi mavjud. Texnik jihatdan 2026 Peugeot 301 bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etiladi. 1.2 litrli puretech benzinli dvigatel va 1.5 litrli Bluetooth dizel versiyasi. Ikkalasi ham 6 pogonali avtomatik yoki mexanik transmissiya bilan birga ishlaydi. Yoqilgi sarfi juda tejamkor, 100 kun uchun o'rtacha 5-6 litrni tashkil etadi. Xavfsizlik tizimlari ham yangilangan. Yangi 301 da tormoz yordam tizimi, yo'l chizigidan chiqishni ogohlantirish, old to'qnashuvni oldini olish tizimi, 6 ta xavfsizlik yostiqchasi va stabilizatsiya nazorati mavjud. Bu esa uni oilaviy foydalanish uchun ham juda xavfsiz qiladi. Bagaj hajmi 506 litrni tashkil etadi. Bu esa uzoq safarlar uchun yetarlicha joy beradi. Shuningdek, orqa o'rindiqlar buklanadigan qilib ishlab chiqilgan. Bu esa yuk joyini yanada kengaytirish imkonini beradi. Umuman olganda, 2026 yilgi Peugeot 301 bu zamonaviy dizayn, texnologiya va qulaylikni o'zida mujassam etgan sedan bo'lib, o'z narx segmentida kuchli raqobatchi hisoblanadi. U nafaqat shahar ichida, balki uzoq masofali sayohatlarda ham qulaylik va ishonchni ta'minlaydi.